Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan Shadomarin. Bugungi videoda biz Imperiya haqida olamiz va klipimiz. Men hozir obunachilarni joyini o'qiraman. Bu degani do'stlar, men shu videoni kommentda ochiq bo'ladi. Kommentga yozasizlar. Meni yozing deysiz va men Liga aktiv bo'lishingiz ham shart emas. Ligada hozir aktiv bo'lsangiz qilaman debdi. Men sizni shuni bitta hech yo'q bitta nuqta qilib qo'ysani ham shuni sizlarni mana shu yerga yozaman. Mana shunga birinchi bo'lib mana shuni quramiz. Klip qurishvering. Mana shu toshlarni tekka qo'yib chiqasiz xolos. Aha, tegiga qo'yamizmi? Ha. Do'stlar, o'shaning uchun kommentga yozib qo'ying. Necha kishi ko'rgan bo'lsa ham kommentga yozib qo'ysa, mana mashina to'ldiramiz. Qo'lini olib turing, men tepasini quraman. Hali men hech kim ko'rmadim, hali hech kim yozmagan. Shuni kommentga yozasizlar, bo'ldi. Ismini mana shu yerda yoziladi. Hamma videoda o'qib chiqamiz. Har bitta videoda mana shu odamlarni. Shunga yozib qo'ysani. Birinchi o'rinda o'zimda yozaman. Yo'q, bitta Vroxdagi obunachimiz bor, shuni yozaman. Tegiga qanaqa qilib qo'yib? Buni toshla. Siz qo'yavering, men tomini yo'q. Vrox? Ha. U ham yaxshi kontent videolarga. Menda ko'p obunachisi bor. Chutashi yomon esimda keldi. Ha, esimda keldi. Ko'rgansiz uni? Yo'q, bizim bilan jo'lasdi. Qachon? Olamiz deb. Shu obunachim. Shuning uchun birinchi o'rinda shuni yozamiz. Bo'ladi. Va klip yozamiz. Men kanalimga obuna bo'lgansiz a? Ha, lekin eshitmay yozmaganmi? Mayli, obunachisiz-ku zato. Mana shu yerga birinchi o'rinda, mana kurslar birinchi o'rinda. Vrox. Mana yozildi do'stlar. Mana shu yerda sizning ismingiz ham bo'lishi mumkin. Chunki endi bega klips. Va o'zimning ismimni o'zim yozdim. Klips. Bo'ldi endi o'zim. Shadow Marin. Kanalga ham obuna bo'lib qo'yasizlar. Bu bizning imperiyamiz birinchi qurilish joyi. Hali bunga nimalar quramiz bilmayman. Do'kon quramiz do'stlar. Ijaraga uylar quramiz o'zi. Ha, hamda yana bitta narsa topdim. Ha, meni ham kanalimda lekin Imperiya haqida video bor. Do'stlar, hozir men mana shu yerga uy quraman. Har bitta kommentga yozgan odamni uyini quraman. Bu masalan Vrox uyi. Vrox qurtga bo'lsangiz addushi, rahmat. Bu Vrox uyi. Beda kommentga yo videoga like bosasiz. Like bosdim deb kommentga yozib qo'yasiz. O'shanda bega uyingiz bo'ladi. Agar obuna ham bosdim deb yozib qo'ysangiz, bosib subscribe bosib degan bo'lsangiz, ham siz uyingizda 2 qavatli hamda basseyn bo'ladi. Ham xohlasangiz огород bo'ladi. Hamma narsasi bo'ladi, xullas.
O'shanga bu Rox o'ylari. Tepesine nimaga qo'yasiz? Buncha kichkina ko'rdingiz Roxda. Mayli endi. Hech narsa qilmaydi, ham yaxshi. Chunki ular komment yozmaganlar-da. Lekin obunachimlar ko'rganman. Komment yozgan bo'lganlarda 4 qavatli qilib rostingiz. 4 qavatli emas. Kattaroq. Katta qilib hamda Sho'roq narsalar qo'yami? Cho'tki turadi. bitta qo'ying, bitta. Cho'tki. Endi o'ylanib narsatamiz ularni. Kompyuter ham qilamiz bega. Nasıl kompüterler? Nasıl noktalar? Sonra kompüter okturamam. Mana bu Rox o'ylari. Rox, bugunda sizning yangi o'yingiz bor. Yo'l tappa tayyor. Bo'ldi. Mana shunaqa gaplar do'stlar. Like qo'yamiz. Va oldida jurnalist qilib qo'yami? Rox uyi deb qo'yamiz hozir. Grant qilib qo'yami Ha, oldida. grant ham qo'ying. Polos ham qo'yamiz. Xolosini qo'y. Ha, qo'ying. Oq polos qo'ying. Cho'tki chiqdi ya. Ha. Rox uyi. Mana do'stlar, Rox ham uyi bitib qoldi. Org'achalab chiqaman qara. Cho'tkini. Bana. Hamma o'yladi mashinani qo'yib chiqasiz. Bu boshqacha. Bu Rox o'ylari. Komment yozsalar, yana bitta uy quraveramiz ularga. Agar mana shu video bitta komment emas, 3 ta komment do'stlar, kechirasizlar, telefon kelib qoldi, yaxshi stop qilib oldim. Mana Rox uyi. Betiga komment yozgan odammikin aytgandim. Ha. Agar siz 2 ta komment bo'lsa, 2 ta uy quramiz. Nechta bo'lsa, shuncha quraveramiz do'stlar, bizga farqi yo'q. To'g'rimi? To'ppa to'g'ri. Kommentga ham yozib qo'ying. Do'kon quring, nimadir g'oyangiz bo'lsa, aytaverasizlar. Aytgan narsani ham quramiz do'stlar. Mana. Ashishi turasiz, zo'r turibdi. Men qo'ydim-da, cho'tki. Bu Rox'si, obunachimizni, bu Clipes. O'zim. Ha, o'zingiz bilmayapsizmi? Yo'q, endi yozib qo'ydim-da. Endi obunachilar joyida deb qo'ysam. Obunachilar joyi. Amal joy qolish sig'maydi. Mana tayyor obunachilar joyida. Hozircha bu yerda 3 kishi bor. Bu yerda bitta kishini uyi. Rox uyi to'g'ri. Nima quramiz endi? Ya videoni tugatamizmi? 9 minut bo'libdi. Videoni tugatalo yaxshisi. Ya bitta eslatib qo'yaman do'stlar. Yana eslataman do'stlar. Kommentga yozib qo'ying. Obuna bo'lgan bo'lsangiz, basseynli uyingizni quraman. Agar like bosdim deb yozgan bo'lsangiz, 2 qavatli hamda chiroyli uy quraman. Ha, nima? Mota drop qilaman, qara. Qaraymiz. Opani. Ko'rdingizmi? Bo'lmasa hammaga chao. Xayrlashing. Bo'pti sizlar. Qarasizlar, bo'pti. Bu birinchi qism bo'ldi. Kommentga yozib qo'yasizlar.